Yaxshi odam, zo'r odam, bolalarim dadasi. Ammo meni kuydirgan bu odamning zardasi. Arzimagan narsaga fe'li kelib qoladi. Qo'liga nima tegsa, o'sha bilan soladi. Avlodu ajdodimni birma-bir o'qib chiqar. Bolalarimni ham hatto erinmay sug'ib chiqar. Men aybdor, men yomon. O'zi oppoq guldasta. Necha yillik xotinini loyga bular bir pasda. Qo'yar zumda dunyoni g'alva bilan to'ldirib, alamimdan shu topda qo'ygim kelar o'ldirib. Ammo g'iring demasdan pasayishini kutaman. Olishsam yomon bo'lar, indamasam yutaman. Yurar ba'zan yo ko'zim, yo peshonam ko'karib, jahli ketgach kechardi, qo'llarini ko'tarib. Opam boshlar eshitib, "Hay insof bilan turti o'r, bitta gapga shunchami? Qo'ling sinsin yerga tukur. Yerga Qur'on kelganmi? Ayriladi, ketadi." Onam aytar, "O'lsa ham bitta bilan o'tadi." Yomoniga chidolmay yaxshisiga qochasan, indamasi senlarga. Er bozor ochasan, er xotin urishi, doka ro'mol qurishi. O'zgarmadi hech yerim o'sha turishi. Bir kun yana urishdi. Yoqmay pishirgan oshim lagan bilan bir soldi. Yorilay dedi boshim. 20 yil yashadim chidab kaltaklariga. Shu safar jondan o'tdi, qo'l siltadim bariga. Qaror qildim, ketaman. Xo'llasin xonasi. Erim dedi, "Ketmagin, pul beraman." Onasi pul daragin eshitib, qizim tushdi yodimga. "Ko'ylak olib bering" deb tegayotganda jonimga. Shu zahoti jim bo'ldim. Urishdim-na, talashdim. Qizginamga ko'ylak deb erginam bilan yarashdim. Qizim ko'ylagini ko'rib po'ng'illadi, o'g'lim ham, "Sizgina menga ham kerak edi poyafzal." Dedim, "Sabr qil bolam, hali boyib qolamiz. Yana bir kaltak yesam, senga to'play olamiz." Kutar edim yana bir ko'tarishin qo'lini, axir endi topgandim pul ishlashni yilini. Urushdan hech darak yo'q. Sinmadi qo'l belim ham, puli ketib insofga kelib qopti erim ham. Urmaydi, hech so'kmaydi. Nima jinlar uribdi? O'g'lim hali ham eski to'plisida yuribdi. Gulda yo pulda bo'lsa, ajab erkak xayoli, ularda ham bolam der odamzotning ayoli.